Abduqodir Husanov Manchester City'da qancha ishlab topishi va ularga Toshkentda nimalar xarid qilsa bo'lishini bilarmidingiz? Siz bilan Futbolchasiga kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Biz esa boshladik. Abduqodir Husanov Manchester City'da 1 daqiqada 90 ming so'm jamg'aradi. Bu pulga biror oshxonada o'zingiz mazza qilib tamaddi qilib chiqsangiz bo'ladi. 1 soatda taxminan 5,4 million so'm topadi. Bu pulga O'zbekistonda ozgina ishlatilgan iPhone 14 Pro Max telefonini olsa bo'ladi. Bir kunda esa 130 million so'm ishlaydi. Bunga iPhone'ning so'nggi modeli 17 Pro Max'dan 8 tasini olishingiz mumkin. Haftasiga esa hamyurtimiz 916 million so'm jamg'aradi. Bu pullarga o'zimizdan naqd 6 ta Cobalt avtomobilini xarid qilishingiz mumkin. Oyiga esa 3 milliard 969 million so'm topar ekan. Buncha pulga Toshkent City'dagi 2 xonali kvartiralardan 5 tasini olsangiz bo'ladi. Nihoyat yillik maoshi 48 milliard 300 million so'm. Buncha pulga O'zbekistonda yaqindagina trendga chiqqan Kia K5 avtomobilidan naqd 130 tasini olishingiz mumkin. Ajoyib, a? Eslatib o'tamiz, bu shunchaki taxminiy hisob-kitoblar edi. Bizni kuzatishda davom eting. Bundan-da qiziqlari hali oldinda.